soati taxminan bizani pulli 85 ming so'mdan chiqadi. Agar 3 soat yotadigan bo'lsangiz 200 ming so'm atrofida bo'lar ekan, ya'ni skidka bo'lar ekan. Samolyotimiz 7:30 da uchish kerak. 7:30 bo'lguncha hali 2,5 soat vaqt bor. Charchaganman, to'g'risini aytsam, juda ham. Mana shunaqa payt aeroportda maxsus kapsulalar bor. Ya'ni hozir men Guanchou aeroportidaman. Mana shu kapsulani sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Soati taxminan bizani pulli 85 ming so'mdan chiqadi. Agar 3 soat yotadigan bo'lsangiz 200 ming so'm atrofida bo'lar ekan, ya'ni skidka bo'lar ekan. Ichkarisini bitta ko'ramiz, mana. Qaranglar. Mana shunaqa komfortlari bor. Kirib maza qilib bemalol yotasiz, zaryadka qilishingiz mumkin bo'ladi. Monitori bor, o'zingiz zaryadkangiz bo'lsa, undan ham foydalansangiz bo'ladi. Mana ichlarida ventilyatsiya, mabodo yong'in chiqadigan bo'lsa, pajarning datchigi ham turibdi. Patsvetkalariga boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu ishingni shundoq kelasiz, yopasiz, bo'ldi. Bemalol keyin turib, vaqtingiz bo'lgandan keyin chiqib ketaverasiz. Bunaqa kapsulalardan bu yerda ko'p. Kimdir ichkarida yotsa, yonidagi yotgan odam xalaqit qilmaydi, ya'ni shum izolyatsiyasi mushni bo'lgan ekan, kirib yotib ko'rdik. Mana hozir sizlar bilan birgalikda mana shu bitta o'tirib ko'ramiz. Mana bu yerda sirenaga qilib qo'yilgan ekan, mana. Oyoqni cho'zsam qanaqa katta masofa bor. Ham bo'lishi mumkin emas, zo'r ekan. Ventilyator ham ishlaydi. Kirib xudo xolasa endi bu yerda taxminan 1 soat vaqt o'tib olsak, zaryadkalarni to'ldirib, keyin sekin Toshkentga ketaveramiz. Toshkentga ketayotgan do'stlar bu videoni jo'natib qo'yasizlar. Assalomu alaykum.